Siz bilan shunchaki birgalikda dars qilamiz. Balki siz ham hozir kitobingizni ochgandirsiz, balki imtihonlarga tayyorlanayotgandirsiz yoki anchadan beri o'qishni boshlamoqchi bo'lib, lekin har safar sizga nimadir xalaqit berayotgandir. Agar shunaqa bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Menga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, qanaqa diqqatimizni jamlashimiz mumkin? Kommentariyalarda ko'zim tushadi. Oldin bemalol 1 soat dars qilardim. Hozir 5 daqiqadan keyin telefonimni oyim kelib ketadi deyshadi. Yuqoridagi fikrdan keyin ko'pchilik bitta narsaga xulosaga kelishadi. Men dangasa ekanman. Menda iroda yo'q ekan. Meni diqqatim juda ham past ekan. Lekin men bu fikrlarga qo'shilmayman. Chunki psixologiyani o'rganganimdan keyin bitta narsani tushundim. Har doim muammo insonning o'zida bo'lmaydi. Ba'zan muammo uni miyasi qanaqa ishlashini bilmasligida bo'ladi. Tasavvur qiling, sport zaliga birinchi marta borgan odam 100 kilolik toshni ko'tara olmaydi, to'g'rimi? Bu uni kuchsiz yoki u kuchi yetmaganligini bildirmaydi. Shunchaki uni mushaklari hali mashq qilib o'rganmagan. U necha kilodan boshlaydi? 1 kilodan boshlab 100 kiloga chiqadi. Diqqatim xuddi shunaqangi ishlaydi. Biz undan juda ham ko'p narsani kutamiz, lekin uni deyarli umuman mashq qildirmaymiz. Shu yerda sizga savol beraman. Oxirgi marta qachon yarim soat davomida telefoningizni umuman boshqa xonaga qo'yib turib, unga chalg'imasdan turib dars qildingiz? To'g'risini ayting. Ko'pchiligimiz bu savolga javob bera olmaymiz, chunki telefon hayotimizning bir qismiga allaqachon aylanib ulgurgan. Men telefonni yomon demoqchi emasman. Hozir ham siz men telefon yoki planshetingiz orqali ko'ryapsiz. Telefon orqali siz ilm olasiz, ishlaringizni hal qilasiz, yaqinlaringiz bilan gaplashasiz. Muammo telefonning o'zida emas. Muammo biz uni qachon va nima uchun olayotganimizga bog'liq. Ba'zida men ham kitob o'qiyotganimda yoki ishlayotganimda telefonni qo'limga olaman. Keyin o'zimga savol berib qolamanki, men o'zim nimaga buni oldim? Javob topolmayman men ham. Shunda tushunamanki, bu ehtiyoj emas meni telefon olishim. O'sha vaqt men ehtiyojim tushgani uchun olmaganman. U telefonni olishim bu meni shunchaki odatimga aylanib qolgan. Aslida biz telefonni ko'p holatda zarurat uchun emas, odat uchun olamiz. Yana bitta narsani sezganmisiz? Oldin kitob o'qish bunchalik qiyin tuyulmasdi. Hozir 2-3 ta sahifadan keyin zerikasiz. Nimaga? Kitob bilan yomonlashib, sazlashib qoldim? Yo'q. Bizning miyamiz o'zgardi. Har kuni yuzlab qisqa videolar ko'ramiz, shorts videolar, reels, Instagram, YouTube shorts. Bitta video, keyingisi yana bitta video, yana keyingisi har xil mavzu, yangicha musiqa, yangicha hissiyot. Shundan keyin bizning miyamiz klip fikrlashga o'tib qoladi. Bu qisqa fikrlash. Keyin oddiy darslikni ochganimizda u juda ham sekin tuyuladi. Sekin Telegramda 1.5-2x larda eshitishni boshlaymiz. Aslida muammo kitobda ham, dars qilishda ham bo'lmaydi. Muammo shunda bo'ladiki, bizning miyamiz juda ham tez almashadigan axborotga o'rganib qolgan. Lekin shu yerda sizga juda yaxshi xushxabarim bor. Miya juda ham moslashuvchan. Uni qanaqa yomon odatga o'rgangan bo'lsa, yaxshi odatga ham o'rganadi. Demak, diqqatni ham qayta tiklash mumkin degan xulosaga kelsak bo'ladi shu vaqtda. Faqat buning uchun o'zini ayblashimiz, odatlaringizni o'zgartirishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Men o'zimga yordam bergan bir nechta usullarni aytaman. Birinchisi, katta maqsadni qo'ymang. Ko'pchiligimiz 3 soat o'qiyman yoki 5 soat turmasdan dars qilaman deymiz. Men esa buni juda ham katta yuk, vazifa sifatida qabul qiladi. Shuning uchun men boshqacha qilaman. O'zimga 20 daqiqa qo'yaman. O'zimga faqatgina 20 daqiqa o'qiyman deyman. 20 daqiqa deyarli hamma boshlay oladi. Qiziq shundaki, ko'p holatda o'sha 20 daqiqadan keyin davom ettirish osonlashib ketadi. Chunki eng qiyin ish boshlash. Ikkinchi maslahat, telefoningizni yoningizda qoldirmang. Ko'pchilik qaramayman-ku deydi. Lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, telefonni ko'rinib turishini o'zi ham sizning diqqatingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun dars qilayotganingizda uni sumkaga soling yoki boshqa xonaga olib chiqib qo'ying. Uchinchi maslahatim, darsni boshlashdan oldin aniq maqsadingizni qo'yib oling miyangizga. Masalan, bugun matematikada 10 ta misol ishlayman, bo'ldi. Yoki tarixdan 15-25 mavzuni aniq tushunib eslab qolaman. Miya noaniq vazifalarni yoqtirmaydi. Aniq vazifa esa boshlashingizni, ishingizni osonlashtiradi. 4-maslahatim,
o'zingizni boshqalar bilan taqqoslamang. Kimdir bir kunda 6 soat o'qishi mumkin, kimdir 1 soat. Bu musobaqa emas. Muhimi, siz o'zingizni kechagi o'zingizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishingizga harakat qildirishingiz. Agar kecha 10 daqiqa diqqatni jamlay olgan bo'lsangiz, bugun 15 daqiqaga harakat qiling. Mana shu sizni haqiqiy rivojlanishingiz hisoblanadi. Va oxirgi maslahatim, o'zingizga "Men diqqatsiz odamman" degan tamg'ani yopishtirmang. Chunki inson o'zi haqida nimaga ishonsa, ko'pincha shunga mos yashay boshlaydi. Buni o'rniga shunaqangi deng, "Men diqqatimni mashq qildiryapman." Bu ikki gapni ma'nosi bir xil emas. "Men diqqatimni mashq qildiryapman" deng. Bu ikkita gapni ma'nosi bir xil emas. Birinchisi sizni cheklab qo'yadi imkoniyatlaringiz. Ikkinchisi sizni rivojlanishingizga imkon beradi. Videoni tugatishdan oldin sizga bitta fikr qoldiraman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin hayotingiz o'zgarmaydi. Aniq aytaman. Lekin videodan keyin kitobingizni yana ochib, hech bo'lmaganda 20 daqiqa davom ettirsangiz, kitob aynan shu kichkina qadam sizni o'zgarishingizga sabab bo'lishi mumkin. Unutmang, katta natijali birdaniga kelmaydi. Ular har kuni takrorlanadigan kichik odatlarimizdan boshlanadi. Agar siz ham hozir men bilan dars qilayotgan bo'lsangiz, video tugagandan keyin boshqa videolarga o'tib ketmang YouTube'da. Yana ozgina o'zingiz ustida ishlang, o'qing darsingizni. Aytgancha, Telegram kanalimizda kitobxonlik, shaxsiy rivojlanish va diqqatni kuchaytirish bo'yicha challengelar va bepul darslar o'tkazaman. Agar siz ham biz bilan birga o'sishni istasangiz, albatta qo'shiling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni dars qilishda qiynaladigan dugonalaringizga borib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.